Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni Jumhuriyatimizda Mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif etaman. Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi ochilishi munosabati bilan chin qalbimdan tabriklashga ijozat bergaysizlar. Men agar yoshroq bo'lsam agar, men shuni ochiq aytaman. Men sizlarning safingizga kelib o'zim o'tiraman. Ana shu tepada. Men prezident sifatida emas, ota sifatida sizlarga. Ona baxtli bo'lsa, oila baxtli. Oila baxtli bo'lsa, jamiyat baxtli. Davlat baxtli.